Немishqa quyosh sistemasida faqat yer sharlar yashashga mos keladi. İnsanlarning mavjud bo'lishi faqat tasodifiylikmi? Hikoyani yana yer sharidan boshlashga to'g'ri keldi. Bu insonlar hozirgacha bilgan hayotlik mavjud bo'lgan birdan-bir planet. Bu planetda har xil har turdagi hayvonot va o'simliklarda bo'lib qolmasdan yana idrokli hayotlik insonlar mavjud. Garchi derik tanlimsiga asosan faqat samon yo'l sistemasida ming'an yuqori darajalik madaniyat mavjud bo'lishi mumkin bo'lsa-mu, lekin bu yer sharining o'zgachiligini ozroq mushtirib bo'lolmaydi. Chunki hozirgacha insonlar texi boshqa aql farosatga ega hayotlik bor planetni bayqamadi. Qilchi mubolag'lashtirmay aytishga bo'ldiki, yer sharining taraqqiy qilib bugungi holatga kelalishi nurg'ulg'an tasodifliklarni o'ziga olgan. Buning ichidagi bir kam bo'lib qolsa, balki biz mavjud bo'la olmasligimiz mumkin. İnsanlarning bilishi bo'yicha qaraganda hayotlik apredi bo'lish uchun oldi bilan cho'qim muvofiq quyosh nurining yo'ritishi bo'lishi kerak. Quyosh bilan yer sharining oraliqi bo'lsa, shunchalik mukammal. Agar oraliq ozroq yaqin bo'lib qolsa, yer shari balki Veneraga o'xshash bir foniy dunyoga do'zax aylanadi. Bu ahvolda hayotlik mavjud bo'lishini demayli qo'yaylik. Agar oraliq ozroq yiroq bo'lib qolsa, unda Mars o'xshash qahrdan sovuq qaqas bo'ladi. Lekin yer shari bilan quyosh orasidagi oraliq yiroq emas yoki yaqin emas, dal joyida. Bu yer sharini mo'l suyuq holatdagi suv bo'lishga ega qilgan. Suv bo'lsa dal hayotlik mavjud bo'lishining muhim halqasi. Yer sharining atrofida yana bir kichik qo'g'dug'uchi bor. U bo'lsa Oy shari. Oy sharining tortish kuchi har vaqt yer sharidagi dengiz suvi ko'tarilish pasayishini kontrol qilib turdi. U 4 pasal olmishga ta'sir ko'rsatdi. Oy sharining tortish kuchi yana aslida yer shari qarab uchayotgan nurg'un meteoroidlarni o'ziga jalb qiladi. Shundaq deyishga bo'ldiki, Oy yuzidagi o'ng'il-do'ng'il meteoroid azg'ilning ko'p qismi yer sharini qo'g'dash uchun paydo bo'lgan. Oy sharidan boshqa yer sharining yana bir texmi cho'ng qo'g'dug'uchisi bor. U dal Yupiter. Yupiter quyosh sistemasidagi eng cho'ng planet bo'lish bilan uning tortish kuchi boshqa planetlardan texmi cho'ng. Shunga u quyosh sistemasidagi ko'p qism osmon jismini o'ziga jalb qilib, nurg'un cho'ng tipdagi osmon jismlarini hukm talqon qiladi. Shunga yer sharida kichik sayyorlarning so'qilish hodisasi ko'p ko'rilmaydi. Uningdan boshqa butun quyosh sistemasining turayotgan o'rnimi nihoyat afzal. U dal samon yo'lining atrof rayoniga joylashgan. Bu yerda turg'un yulduzlar oz, olam radiatsiyasi ojiz, qora o'nkir va darajadan tashqari yulduzlarning portlashi oz. Bular hayotlik mavjud bo'lish uchun yaxshi asos va kafolat bilan ta'minlaydi. Mana bularning hammasi ajoyib to'g'ri kelib qilishmi? Amaliyotda mana bu to'g'ri kelib qilishlar faqat insonlarning nuqtasidan turib qaralgan. Endi bu atalmish to'g'ri kelib qilish orasida mohiyatdan aytganda hech qanday bog'lanish yo'q. Agar boshqa nuqtadan tafakkur qilganda, siz 8 cho'ng sayyora ichidagi xohlagan bir ningmi nihoyat o'zigacha ekanligini bayqaysiz. Masalan, Saturnning nur halqasi, Yupiterning bo'ron chopqini. Balkim yer shari shunchalik talaylik. Talaylikligidan hayotlik apredi bo'ldi. Talaylikligidan insonlar apredi bo'ldi. Shunga biz bu ozg'in fursatni texnik qadrlashimiz, amaliyotga moslashimiz kerak. Mana bu eng cho'ng baxt.